Stres odamni o'ldiradi. Stres odamni haqiqatda o'ldiradi. Agar u davomiy va surunkali bo'ladigan bo'lsa. Nima uchun? Bizning miyamiz shunaqa ishlaydiki, ya'ni tabiiy reaksiya bildiradi. Stresga tushganimizda boshimizda amigdala degan bodomsimon narsa bo'ladi. U bizga signal beradi. Shu stres bilan kurashgan yoki bo'lmasam bu stresdan qochgan deb. Agar biz bu stresga qarshi immunitet hosil qila olmasak, ayollarda va erkaklarda quyidagi tuzatib bo'lmas kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Birinchi navbatda ayollardan boshlaymiz. Ayollarda bachadon raki yoki miyomasi eng asosiy faktorlardan biri yoki bo'lmasa 50 yoshdan keyin e'tibor qaraydigan bo'lsangiz, boksa suyagi yemirilishi boshlaydi. Nima uchun? Mana shu stress oqibatida erkaklarda bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bering, ko'pchilikda hozir bu narsa kuzatilyapti va sizni tanishlaringiz ichidan bo'lishi mumkin. Kechagina yaxshi yuruvdi, hali yosh edi, 25, 30, 35 yoshida nima bo'ldi desa infarkt bo'ldi, nima bo'ldi desa insult bo'ldi. Buni hammasi o'rtalar stress bilan bog'liq, stress bilan hazillashib bo'lmaydi. Sababi stress gormonlarni shunaqangi o'ynatib tashlaydiki, buni aynan shu darajada dahshatliligi bilan ham farqlanadi. Bu bilan faqat psixolog, psixoterapevtlar emas, meditsina soha vakillari ham jang qiladi, ya'ni shug'ullanadi. Va bizda stressga qarshi dorilar yo'q, faqatgina jismoniy harakatlar orqali, kuniga 20-25 daqiqa yengil mashqlar orqali, yurish orqali biz uni boshqarib turishimiz mumkin. 100% undan qutulib bo'lmaydi. Va eng to'g'ri yo'l psixologiyada o'z diagnostika qilish orqali. Diagnostika qilsa bo'ladimi? Albatta, stress bor yoki yo'qligini, o'rta, quyi, yuqori darajadami, shuni diagnostika qilish orqali, demak, o'zi profilaktika qilishingiz mumkin. Bundagina, mana shu holatdagina siz demak buni oldini olgan bo'lasiz va imkon qadar o'z hayotingizga e'tibor qaratgan bo'lasiz. O'zingizni asrang.